Yevropada tanılgan Uyg'ur rəssam Marvarid Hafiz və Amerikadakı Uyg'ur fotograf Abduhakim Ahmadning bir qism may boyaq və foto rəsmləri o'tgan hafta Washington shahrida ochilgan Uyg'ur madaniyatini qo'g'dash xalqaro ilmiy muhokama yig'inida ko'rgazma qilinib, yig'in qatnashuvchilari va Uyg'ur jamoatining qiziqishini qo'zg'agan edi. Poytaxt Washington atrofidagi Uyg'ur jamoatining talabi bo'yicha 14 dekabr kuni Amerika Uyg'ur birlashmasining o'rlashtirishida bu san'at asarlari Fairfax shahridagi Uyg'ur markazida takror ko'rgazma qilingan. 18 dekabrdagi xabarlarda bildirishicha, atalmış Uyg'ur Avtonom rayonlik adliya nazorati partiya komitetining muavin sekretari Nazir Anvar Seyit intizomga, qonunga ig'ir xiloflik qildi degan bahona bilan tekshirilgan. Xitoy axborot vositalarida xabar qilinishicha, qo'rchoq amaldor Anvar Seyitning tashabbuskorlik bilan o'zini ma'lum qilganligi ilgari surilgan bo'lib, navbatda u atalmış Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti reviziya komiteti tomonidan intizom va reviziya jihatdan tekshirilmoqda ekan. Ko'zatchilar Xitoyning millionlagan Uyg'urlarni lagerga qamab, irqiy qirg'inchilik qilish bilan birga o'ziga ishlagan Uyg'ur amaldorlarni tozlayotganligini bildirdi. 18 dekabr yakshanba kuni Sharq Turkiston davosining sobiq liderlaridan marhum Aysa Yusuf Aliptekin vafotining 27-yili munosabati bilan Istanbulda xotirlash murosimi o'tkazildi. Murosimga Istanbul universiteti o'qituvchisi professor doktor Mualla Uydu Yücel xonim riyosatchilik qildi. Murosimda Istanbul universiteti Türk Dunyosi tadqiqot institutining muavin mudiri doktor Ömer Qul so'z qilib, Aysa Yusuf Aliptekinning hayot ish izlari to'g'risida to'xtaldi. Hindiston diplomatiya ministri Subrahmanyam Jayshankar Xitoy bilan talash-tortish bo'layotgan va ziddiyat keskinlashayotgan chegara rayoniga texnik ko'p askarlarning o'rlashtirilganligini aytdi. Undan boshqa Jayshankar Xitoyning chegara rayonining hozirgi holatini ikki taraflik o'zgartirishga yo'l qo'ymaydiganligini bayon qildi. Ikki davlat orasidagi aniqsiz chegara liniyasida 9 dekabr to'qinish yuz bergan bo'lib, har ikki tarafdan yaralanganlar bo'lgan. Bu voqea 3 kundan keyin taratqularga oshkoralanib, hukumat tomonidan dalillendi. Xabarlarga qaraganda Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier Xitoy prezidenti Xi Jinping bilan telefonda Ukrainadagi urushni muzokara qilgan. Germaniya prezident ishxonasi e'lon qilgan bayonotga qaraganda Steinmeier Xitoy prezidenti Xi Jinping bilan 1 soatlik ko'rishda ikki davlat munosabati va Xitoydagi COVID-19 vaziyati, shundaqla Ukrainadagi urush qatorliq masalalarni muzokara qilgan. Urushni oxirlashtirish, Ukrainaning eglik huquqiga hurmat qilish va Rossiya askarlari Ukrainadan chekindirishga Yevropa bilan Xitoyning o'rtaq manfaati borligini ta'kidlagan Steinmeier, Shining Rossiyaga bo'lgan ta'sirini ishlatib, Putinga bu yo'nalishda ta'sir qilishni talab qilgan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, doirlar Xitoy virusi tufaylidan o'lishning o'lchimini e'lon qilgan. Buningda Xitoy virusi bilan yuqumlanishdan kelib chiqqan o'pka yalluqi va nafas yo'li qisilish hodisasi o'limga sabab bo'lgan bo'lsa, buni koronavirusi bilan yuqumlanib o'lgan deb hukm chiqarish. Ammo virus bilan yuqumlangandan keyin bemor boshqa kasallar bilan va asli kasalliklar tufaylidan o'lib ketsa, buni tojsimon virusdan kelib chiqqan o'lim emas deb bekitish belgilangan.